O'zimiz ishlab chiqargan milliy ko'mirli kat yo'limizni navbatdagi obyektga Farg'ona viloyati Toshloq tumani Qumariq mahalla fuqarolar yig'iniga ustanovka qilgan etib kelganmiz. Ko'rib turganlaringiz mashxonaga mashaqqa baqa ustanovka qildik. Ulug'bek aka qayerga ustanovka qilib berdik? Tojikiston. Mana shu Ulug'bek aka xonadoniga ustanovka qilib berdik. Ko'rib turganlaringiz hammasini xonadonga radiatorlar, panelli radiatorlardan ustanovka qilib, hamda sistemani samotok sistema qilib, hamda pastdan yonuvchi nijniy garena ko'mirli kat yo'limizni ustanovka qilib berganmiz. Bu kat yo'limiz 15 kilovatli, 150 kvadratli xonadonlarni qizdirish uchun bemalol quvvat yetadi. 40 kilo, 45 kilo atrofida ko'mir oladi. Ko'mirni sifatiga qarab 10 soatdan 1 sutkagacha kat yo'lni yoniga kelmaysiz. Juda ham chiroyli ekonomik ko'mirli kat yo'limiz. Bu kat yo'limiz shu eshigiga ko'mir solish uchun, bu eshigiga teplan kulpul shlak cho'qqilarni tozalash uchun tagrishni original termostatlari bor, hamda original 85 vatli ventilatori bor. Kat yo'l mabodo yonmay qolsa, mana shu richak orqali yonini qish-qish qilasiz, tozalab olsangiz kat yo'lda yana yonib ketadi. Kat yo'lda yonayotganlarga 3 metr iloniz bo'lib dimoxod quriladi. Mana shu dimoxodlarimizni tozalash uchun tepadan eshik qo'yilgan. Mana shu eshik orqali tozalaysiz luklarni. Bundan tushgan qurumlar xuddi shu eshik orqali olib tashlaveradi. Sistemani samotok sistema qilib berdik. Suvni qaynash hisobiga tabiiy sirkulyatsiyalar. Ustakalarimiz ko'rib turganingiz, padachiga ham termometr, obratkalarga ham termometr qo'yib, juda ham sifatli ishlarni qilib bitirib berishdi. Ko'rib turganingiz, turbalarimiz eshilmasligi uchun reykalarni mahkamlab, juda ham chiroyli qilib o'rnatib berildi. Hamda sirkulyatsiya oson bo'lishi uchun 32 ga 6 bitta qo'shimcha sirkulyatsiya nasos ham ustanovka qilib berdik. Ham topli pol, ham radiator sistemaga mana shu bitta nasos orqali hammasini ishlatib berdik. Ko'rib turganlaringiz, topli poldan qaytayotgan obratga hamda radiatordan qaytayotgan obratkalarga termometr ustanovka qilib berdik. Biz 4 ta 5 ta nasosni qo'yib ustanovka qilib bermadik. Xonadonlarni oshiqcha urintirib, rasxodga tiqib yormadik. Me'yoriy qilib, mahalliy juda ham chiroyli, effekt beradigan, effekt kuchli ko'mirli kat yo'limiz va sifatli santexnik ishlarni qilib bitirib berdik. Mana sizlar ko'rib turgan xonadonda har biriga xuddi shunaqa panelli radiatorlardan ustanovka qilib berganmiz. Sistemamiz samotok sistema, suvni qaynash hisobiga tabiiy sirkulyatsiyalar. Xonadongalar juda ham chiroyli qilib, fayzli qilib, remontlarni juda ham akkuratlik qilib to'yga harakat qilib berishgan ekan. Xonadonda remontlarni buzmasdan, shikast yetkazmasdan ko'rib turganingiz, toltaydan qumursqa ham tushirmaydigan qilib, juda ham chiroyli qilib, sifatli ishlarni yoz oyiga emas, qish oyiga kafolat berishga ustanovka qilib berdik. Xonadonga ko'rib turgan bo'lsangiz, mana shunaqa panelli radiatorlardan ustanovka qilingan. Hozir ko'pchilik iyul, may oylarida ustanovka qilyapsizlar, ertaga qishda nima bo'ladi deyshadi. Qish oyida isishga 100% kafolatni beramiz. Hozir yoz oyida qilinishiga qaramasdan ko'rib turganlaringiz, mana mehmonxonami, yotoqxonami hammasiga me'yoriy qilib radiatorlarni santexnik qilamiz. Juda ham chiroyli qilib ustanovka qilib berilyapti. Remontiga shikast yetkazmagan holatda juda ham chiroyli. Mana misol juda ham chiroyli qilib remont qilingan bo'lsa ham, biz umuman remontiga shikast yetkazmagan holda faqat turba razmerda qilib, undan ortig'ini ustalarimiz ham remontini buzmaymiz, o'zimiz ham asab buzmasdan xonadon egalariga 100% garantiyaga ega qilib, chiroyli qilib, akkuratlik qilib topshiramiz. Mana ko'rib turganlar bo'lsa, mana shu mehmonxonamiz 100% remontga tayyor bitgan, remonti bitgan holatda mana shu santexnik ishlarni qilib bitirib, chiroyli qilib bitkazib berdik. Biza yo'nalish asosan gazlashmagan hududlar uchun ko'mirli kat yo'llar sifatli hamda shunaqa sifatli ishlarda santexnik ishlarni ko'mirli kat yo'llar ustanovka qilib, shunaqa ataplaniya tizimini qilish, isitish tizimini faqat santexnik ustalarimiz vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatadi. Vodiydan tashqari 12 ta viloyatga ko'mirli kat yo'llarimiz dastavkasi bor. Biz yozda qilganimiz bilan qish oyiga xudo xolasa 100% isishiga garantiyani berib chiqib ketamiz. Yozda telefonni, qishda telefonni o'chirib, boshqa bo'lmaydi. Xudo xolasa telefon qilsalaring, ko'mirli kat yo'l sohasida hamda shunaqa santexnik sohasida ishlarni 100% garantiyali qilib bitirib beramiz. Ko'pchilik savol beradi, samoxod sistemaga ishlatib berasizlar. Samoxod sistemaga xudo xolasa qish oyiga 100% garantiyali qilib, isitish tizimida qilib garantiyani beramiz. Kimga qanaqa savoli, fikri bo'lsa, kommentariyada yozinglar. Kat yo'l sohasidami, sistema sohasidami xudo xolasa javob berishga harakat qilamiz. Bizning yo'nalish gazlashmagan hududlar uchun shunaqa ko'mirli kat yo'llar montaj qilish hamda shunaqa santexnik, sifatli santexnik ishlarni qilib bitirib berish. Videomizda kamchiliklar va xatolar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Qanaqa savol, fikrlar ham bo'lsa kommentariyada yozinglar. Xudo xolasa javob berishga harakat qilamiz. Santexnik ustalarimizdan ish tugatib dam olib turibdi, faqat vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatadi. Videoga like bosib, shu videoni shunaqa ko'mirli kat yo'l va sifatli santexnik ishlar oqtargan tanishlarga yuborib qo'yamiz.